Statistikaga ko'ra O'zbekistonda o'rtacha umr 73 yosh, lekin Yaponiyada 84 yosh, farqi 11 yil. Bugun 5 ta oddiy mahsulot haqida, hech qanaqa dorixona yoki qo'shimcha, faqat tabiiy ovqat. Agar ularni muntazam iste'mol qilsangiz, tana sizga rahmat deydi. Birinchisi sarimsoq. Kuniga 1-2 tish sarimsoq qon bosimini 5 dan 8% gacha pasaytiradi. Shuningdek, u mikroblarni o'ldiradi va immunitetni mustahkamlashtiradi. Yaponiyada sarimsoqni ko'p iste'mol qiladigan odamlarda saraton kasalligi 30% dan kam uchraydi. Ikkinchisi lavlagi. Lavlagi qon hosil qilishni yaxshilaydi. Unda temir, folat va vitamin C bor. Sportchilar mashg'ulotdan oldin lavlagi sharbatini ichadi. Chidamligini 15-20% ga oshiradi. Qon bosimini 4-5 soatgacha pasaytiradi. Uchinchisi zanjabil. Zanjabil ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Kuniga 1 gram zanjabil mushak og'irini 25% gacha kamaytirishi mumkin. Qariyalarda miya faoliyatini yaxshilaydi. To'rtinchisi limon. Limon C vitaminini rekordchisi. Bitta limonda kunli C vitamini 50% gacha bor. Jigar va qon tomirlarini tozalaydi. Kechasi iliq suvga limon siqsangiz metabolizmingiz ertalab tezlashadi. Beshinchisi yong'oq. Yong'oqda omega 3 va antioksidantlar bor. Haftasiga 5 marta yong'oq yegan odamlarda yurak kasalliklari 30%, 40% kam uchraydi. Miya faoliyatini yaxshilaydi. Kuniga 4-5 dona yetarli. Obuna bo'ling va bu ro'yxatni yaqiningizga yorib qo'ying.